O'zbekistonda bugundan ish haqqi, pensiyalar va stipendiyalar miqdori oshdi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, siz Boyvachcha TV kanaldasiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018-yil 2-iyul kuni ish haqqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdori oshirish to'g'risidagi farmonni imzolagandi. Ushbu hujjat respublika aholisining daromadlari va turmush darajasini yanada muttasil oshirib borish, fuqarolarga ijtimoiy madadni kuchaytirishni nazarda tutdi. Davlat rahbari farmoniga ko'ra, bugun 15-iyuldan boshlab byudjet muassasalari va tashkilotlar xodimlarining ish haqqi, pensiyalar, stipendiyalar hamda nafaqalar miqdori o'rta hisobda 1,7 barobarga oshdi. Shu tariqa bugundan boshlab O'zbekiston Respublikasi hududida eng kam ish haqqi oyiga 184.300 so'm, yoshga doir pensiyalarga oyiga 360.460 so'm, bolalikdan nogironliklarga beriladigan nafaqa oyiga 360.460 so'm, zarur ish stajiga ega bo'lmagan keksa yoshdagi va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan nafaqa oyiga 221.190 so'm miqdorida belgilangandi. Ish haqqi hamda pensiyalarga qo'shilgan ustma va qo'shimcha haqlarning barcha turlari eng kam ish haqqi nisbatan belgilangan. Kompensatsiya va boshqa to'lovlar 2018-yilning 15-iyuldan boshlab mazkur farmonda belgilangan eng kam ish haqqi miqdorida kelib chiqqan holda amalga oshiriladi. Aziz yurtdoshlar, bugungi video roligimiz shulardan iborat edi. Agarda video roligimiz yoqqan bo'lsa, like bilan baholab o'ting. Agarda kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Kelgusi video roliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling.